Assalomu alaykum Infaziya YouTube kanali ko'ruvchilari. Agar siz uyingizni juda tez, mustahkam hamda utepленный qilib qurmoqchi bo'lsangiz, aynan shunday sip panellardan uy qurishligini sizlarga tavsiya qilamiz. Bu sip panellar hozir Arvon rayoni o'zida ishlab chiqarilyapti. U o'rtasida mana 15 santimetrlik po'kak hamda ikki chekada 1.2 dan ikki yonboshda OSB panellar bilan qoplangan. Ko'rtirganlardek juda mustahkam, juda qattiq. Aytib o'tganimizdek, hozir Arvon rayonini o'zida ishlab chiqarilyapti. Razmeriga keladigan bo'lsak, bunaqasiga 1 metr, balandligi esa 2,5 metr. Kengligi bu yerda mana 15 santimetrlik po'kak hamda 1.2 dan ikkita OSB panel. Shu turishini bahosi 5,5 ming so'm. Bu asosiy devorlarga qilinadi. Agar перегородочный devorlar esa mana ikki chekasida mana hozir 1.2 dan ikkita OSB panel bo'ladi, o'rtasida esa 10 santimetrlik po'kak bo'ladi. Mana shunday 10 santimetrlik po'kak hamda OSB dan qilingan shu panellarning bahosi 5 ming so'm bo'ladi. Va bundan tashqari dushovoy yoki boshqa bir yengilroq devorlarga esa bundan ham kichikroq, uskiroq bo'lgan sip panellardan foydalansangiz bo'ladi. Shunda 0.9 dan ikkita ikki chekada OSB panel hamda o'rtada esa 5 santimetrlik po'kakdan iborat bo'lgan bo'ladi. Agar bir qavatlik uyingizni yana ikkinchi etajni qilmoqchi bo'lsangiz, aynan shu sizga juda ham qulay variant. Chunki ikkinchi etaj yengil konstruksiya bo'lib, devorning mustahkamligi hamda unchalik fundamentda mustahkamlikni talab qilmaydi. Bu sip panellardan, ya'ni birinchi qavatdan boshlab 0 dan qilsangiz bo'ladi. Hozir aynan ko'pchilik shu narsaga o'tib ketyapti, hozir qilinyapti. Agar sotmoqchi bo'lsangiz yoki to'liq ma'lumotga ega bo'laman desangiz 0706 63 00 22 yoki 0556 63 00 22 telefon raqamlariga murojaat qilsangiz bo'ladi. Aynan shu raqamlarda WhatsApp hamda Telegram bor. Bundan tashqari hozir Arvon rayonidagi stroymateriallar sotadigan joyga asta-asta tarqashni boshladi. Qavat-qavat uylar solmoqchi bo'lsangiz yoki vagonga bo'lgan ko'chma uy qilmoqchi bo'lsangiz yoki ulushingizga fundamentsiz bo'lgan yengil konstruksiyadagi uy solmoqchi bo'lsangiz, bu sip panellarni sizlarga tavsiya qilamiz. Sotib olish uchun yoki to'liq ma'lumotga ega bo'laman desangiz, ekran ostidagi telefon raqamlariga murojaat qilsangiz bo'ladi. Aynan shu telefon raqamlarida WhatsApp hamda Telegram bor.